Pencil firmani vitrinasini kim ko'rishni xohlaydi? Sholkda yotishdi. Mana kачествоni qaranglar, kачествоni. Kelinni seplariga so'raganlar juda ham ko'p edi, qaranglar. Mebellaringizga moslab bemalol olasizlar. Donaga ham mumkin. Kачество umuman juda ham zo'r. Kelinlar sepiga, o'zlaringizga, uylar remontdan chiqqandan keyin juda ham chiroyli qilib turib pastel olsalaringiz sholkda yotaman deganlarga. Buni qaranglar, bu krasotani qaranglar, qanaqa bir-biridan chiroyli. Hammasi sholk. Mana buni hamma rasvetkalaridan bor, nalichi bor. Ko'p olsalaringiz aytgan kuningiz yo ertasi kun chiqarib yuboriladi. Oz olsalaringiz seriya to'planadi, keyin chiqadi. Ko'ringizlar, rasvetkalarda. Bularni qaranglar, asalligini qaranglar, bir-biridan chiroyli. Juda ko'pchilik korobkada, upakovkada oldingi videolarimda mana upakovkalarda boradi deb ko'rsatganman. Podarkaga ham juda ham zo'r. Sholk, haqiqiy sholk bu. Haqiqiy sholk, hali alom-balom narsa emas. Bir-biridan chiroyli. Mana qaranglar. Ko'rdlaringiz, zavodlariga bordim. Ko'rpalari ham bor, fabrikalariga bordim. Polnislarga biz uchun vitrina yasab berishyapti. Gruppa atmetka qilib qo'yganman Telegramda. Storiesini обязательно ko'ringizlar. Har bir videoning tagida raqam qoldiryapman. Lichkaga yozmanglar, ulgurmayman javob berganni. Mana buni asalligini qarangizlar, buni asalligini qarangizlar, qizlar.